qo'y purishga beradigan qizim yo'q debsizlar, qo'y purishlar tentak bo'ladi debsizlar. Shu gapingizga barcha qo'y purishlar. Oh, mashalloh. Qo'chqarni ko'ring, havas qilinglar. Garbonosni ko'ring, garbonos. Tishini ishda bitta tishini ochib ko'rsataylik. To'rttadan 6 Alloh xoloshi, mashalloh. Havas qilgan. Qizil yurak tirs basib turishi o'xshaydi. Qizil yurakka ana. Assalomu alaykum YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, Optim markazining ashaddiy obunachilari. Xudo xolosa bugun sizlarga ma'nolisidan bo'ladi inshaalloh. Seleksiyaga talabga javob beradigan toza qonli arashalardan bo'ladi. Buni ma'lumotlarni Akramjon akamizning shogirdi Biloliddindan aytsaydlar beramiz. Bilolda yaxshimisiz? Assalomu alaykum Zaynab aka. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Biloldan bugun dollarda sotiladigan qo'ylar so'mda qo'yib beraman deysiz, videoni boshlashdan oldin. Bugun so'mda qo'yib beraman. Dollarda sotiladigan qo'ylar. Xudo xolasa bo'ladi, ma'noli bo'ladi. 3 partiya ma'nolisidan bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa birinchi partiyamizga nechta? Biloldan birinchi partiyamizga 14 ta sovliq, bitta qo'chqar. 14 ta sovliq, bitta qo'chqar. Qo'chqari ham bir tema ekan. Mashalloh. Quloqlarini ko'ring, dumba rassalarini ko'ring, mashalloh. O'tib turib kommentga mashalloh havas qildim deganlar bittadan like urib, obuna bo'lib turasizlar inshaalloh. Narxlari yengil qilib beramiz, xudo xolasa. Ma'lumotlarni Biloliddindan astaydil olishga harakat qilamiz obunachilarimiz. Xudo xolasa Biloliddin bular qaydiki? Ular qirg'izniki aka. Qirg'izniki toza Bishkekniki, toza qonlilardan. Toza qonlilardan. Biloliddin bu qachon yetib keldi? Qo'ylar ertalab yetib keldi, hali charchoq. Qo'ylar charchoq, ertalab yetib keldi, xudo xolasa. Bugun dollarda qo'yaman dedingiz, so'mda qo'yib bering dedim. Xudo xolasa so'mda yengil qo'yib berasiz obunachilaringizga. Bir savdo tortadigan obunachilarimiz bo'ladi. Inshaalloh. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Bugungi 3 partiya. Biloldan bugunga qanaqalardan qo'yib beramiz? Bugunga yana bola, undan keyin bu partiya yana bitta mayda partiyamiz bor. Arasha u ham Bishkek. Oxiriga egzakchidan qo'yib beraman dedingiz. Egzakchini toza arashandan qo'yib beraman dedilar. Videoni oxirigacha kuzatib turing, sizlarga ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Buni yosh oilaga qanaqa Biloliddin? Aka, yosh oilaga 2-4-6. 2-4-6 bo'ladi. Bitta ko'rsatib o'tib ketaylik obunachilarimizga. Mana qo'lga kirgan to'ramiz. Mana 4 tadan 6 taga chiqaribdi obunachilarimiz, xudo xolasa. Qani? Xudo xolasa yaltirlab oyoq qo'li uzun variantidan. Mana. Qani? 6 taga chiqaribdi inshaalloh. Bilolning o'zi asli tobudagi qo'ylar 4-6 bo'ladi, bolani zo'r beradigan varianti bo'ladi. 4-6. Ikkita qiynalib qoladi birinchisiga. Opti oshgan varianti bo'ladi. Tumshug'i oqaradi. 18 yashar bolani ham sachi oqaryapti, o'shandayda bular ham. Bo'ybasini nechiga beramiz? Biloldan bo'ladi. Bo'ybasini kelishadi, o'lchab olishadi. Bular metrlar bilan kelishaveradi, xudo xolasa. Metrlar bilan kelishaveradi. Metrlar bilan. Asli materialda o'lchab berishadi-yu, biz qo'ylarni ham o'lchab beramiz, xudo xolasa. Qo'ylarni ham o'lchab beramiz. Inshaalloh mazalardan, liderlardan tavsiya beraman olishlaringni. Xudo xolasa qo'ylar katta, videoda katta ko'rinyapti emas. Qo'ylar haqiqatan katta, ustiga kelib metrlab o'lchab oladigan variantidan inshaalloh. Qo'chqarimizni ham bitta ushlatib ko'rsataylik. Havas qildim-da. Havas qilganlar bittadan like-ni urib turasizlar inshaalloh. Qo'chqarimiz ham tozalardan, toza qonli variantlardan. Oh, mashalloh. Qo'chqarni ko'ring, havas qilinglar. Garbonosni ko'ring, garbonos. Tishini ishda bitta tishini ochib ko'rsataylik. 4 tadan 6-siga chiqaribdi. Dumba raysalarini ko'ring. Seleksiyaga 2000, 3000, 4000 qo'yadigan obunachilarimiz mana damini beradigan kastaklarini qarang. Dumba raysalar, dumbalari ham tikkasida. Xudo xolasa oldi kastaklarini ko'ring. Qo'ydi maqtashma, qo'ydi ko'rib ko'rarsizlar. Oldi kastaklarini ham qarang. Xudo xolasa yengil qo'yib berishadi qo'chqarni ham. Chopishiga ham 100% garantiya. Ichida yurgan mana shu qo'chqar? Ichida yurgan mana. Bo'g'ozligiga qanaqa? Bo'g'ozligiga 100% garantiya demaymiz-ku. 80% bo'g'oz shikiligi o'zi mana yelilla qo'zg'ashni boshlabdi mana. Kechagina mash eng og'ir qo'yni qochirdi. Mana shu qo'yni kecha mash qo'yni qochirdi. Xudo xolasa. Ittalab qochirdi salqinda deyishyapti. Obunachilar. Xudo xolasa o'zi yelin qo'zg'ashni oldi boshlabdi obunachilarimiz.
Xudo xolasa oktyabr, noyabrlarga bitadan bolasini olasizlar. Qisir narxida qo'yib beradi inshaalloh. Biloldin Aka. dastlabkilariga qancha bo'ladi hammasini bir joyga olaman deysiz. Hammasini bir joyga olsa Samarqandga chaqirib. Samarqandga chaqib berasiz, xudo xolasa. Samarqandda ag'ani kelishilgan holatda qilib berasiz inshaalloh. Videoni ko'p cho'zmaylik, qo'ylar charchov ekan. Xudo xolasa narxi yengil bo'ladi, darim qo'yib beraman deyishdi. Bozor kasod ko'targaniga sot deyishgan bila oladi. Aka mana mono qo'ylarim qochib qoldi, mana yilni tashib qoldi. Oldi mana shu qo'ylarim qochib bo'lgan inshaalloh. Bila oldin narxini bitta yengil sensatsiya qo'yib bering. Obunachilarimizga qisir narxida qo'yib beraman deb videoni boshida aytdingiz. Bo'ladigan qilib yengil qilib aytib bering. Kelisi obunachilar mazza qilib olishsin. Qo'chqari ham ichida. Qo'chqarni mana shu ichida qilib berishadi. Bonus hammasini shunday olaman desa bir qayraman degan obunachilarimizga yengil sensatsiya qilib bering bo'ldi. 9 million 700 dan. 9 million 700 dan demang, hanib turing. Men oldi tokaliga qilib turaman-da misol. Obunachilarimizga yengil qo'yib berishadi. Xudo xolsa yengil qilamiz degan obunachilarimiz inshaalloh. Bir olishsin, maza qilsin. Havas qilib, maza qilib boqay degan obunachilarimizga meni pastdan kelib so'ramayman. Bo'ladigan qilib gapiraman. Obunachilarimiz 9 million 400 ming so'mdan qo'chqor ham o'sha narxda ketadi. Hammasini bir joyga olaman deysiz. Qiynab qo'yasiz aka. Qiynalmaysiz. Xudo xolasa yengil qo'yib bering, foydasi o'shanda bo'lsin. Yengil. Kommentga otangga rahmat deysin 9 million 400 dan berasiz. Babbarakami? 9,5 dan berishaversin. 9 million 400 dan babbaraka qo'chqor ham o'sha narxda ketadi. Babbaraka obunachilar 9 million 400 ming so'mdan bir joyga olaman degan obunachimizga ketadigan bo'ldi. Qo'chqor ham o'sha narxda inshaalloh. Narxlari yengil bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga ham o'tamiz inshaalloh. Agarda tanlab olsa qanaqa bo'ladi? Kelishilgan holatda qo'yib berasiz-a? Kelishilgan holatda bo'ladi. 500 minggacha qo'yib buni ichida. Xudo xolasa qo'chqorni ham misol o'zini yakka olaman desa kelishilgan holatda qo'yib berasiz bilan. Inshaalloh ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Keldi bir-biridan go'zal velikanlardan damini beradigan variantdan chiqdi mana Arashanda toza qonlilarda. Sensatsiya bo'ladi. Narxi ham videoni oxirigacha kuzatib turing bo'ldi. Like bilan obunani urib turasizlar. Xudo xolasa buni narxlarini ham yengil qo'yib berishadi inshaalloh. Biloldin ikkinchi partiyamizga nechta ona? Ikkinchi partiyamizga bu ham 14 ta. 14 ta. Xudo xolasa buni narxi ham yengil qo'yib berasiz obunachilarimiz. Bir savdo degan obunachilarimizga inshaalloh. Biloldin, xo'p, buni videoni ko'p cho'zmaylik, hanibdi. Qo'ylar charchov ekan. Bular ham yangi partiyami? Bular ham Nariy sherigi. Yangi partiya. Bular ham Qirg'izistonda Bishkekdan toza qonlilardan, a? Qirg'iz Bishkekdan toza qonlilardan. Buni bo'g'ozligi qanaqa Bilolidan? Oh, oldi yelillab qo'zg'ab qolibdi. Ey, mashalloh. Obunachilar mana qo'y so'riga obunachilaringiz. Oldi tulov variantlaridan bitta yosh oyligini ham ko'rsatib qo'yaylik. Qaysi qo'yni shulasangiz ham qiziqtirmaydi. Bitta yosh oyligini. 5-6 yil mazza qilib qo'y qilaman degan obunachilarimiz. 4 tadan 6 ta chiqadi. 4 tadan 6siga chiqaribdi mana shu qo'yimiz, xudo xolasa. Qani? Uni ichida bitta qo'zi bor ekan. Mana qo'zi ekan. Mana. Obunachilar, mana qarang, kastaklarini qarang. Xudo xolasa narxi yengil, darim bo'ladi inshaalloh. Qani? Ekdi. Shishak ekan mana shu qo'yimiz, xudo xolasa. Biloldin. Qani, o'sha bittani ham ko'rsatib qo'yaylikchi. 6 dona. Xudo xolasa qo'zi ekchi 4-6 shagana bular. Qo'zi ekchi 4-6 ta. Xudo xolasa bo'ybasini nechiga beramiz? Buni ichida mana velikani ham bor ekan. Bu ko'ring 90 da plus varianti, metrajni degan yeridan 90 plus variantidan mana shu qo'ydi ko'ring. Ey mashalloh, osalangan mana shu qo'ydi tavsiya beradigan variantidan inshaalloh. Biloldin bo'ybasini nechiga beramiz? Shikolat rangidan ham bor ekan, xudo xolasa. Mana shu qo'yimiz ham ek tomonga qorinda tashab qo'yibdi. Xudo xolasa o'zi yelim qo'zg'ashdi mana oldi boshlabdi. Dumbalari ochiq kastaklari ham katta variantida. Yosh o'ligim ko'rib qo'yaylikchi. 4 dona tishi, 4 ta. Xudo xolasa. Narxi darim bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Like bilan obunani urib tursalar, narxini yengil qo'ydirishga harakat qilaman inshaalloh.
Bila oldim, bo'y basini nechaga beramiz bularni? Bular bo'y basini 90 plus minusga beraveramiz. 90 plus minusga beraveramiz, xudo xolasa. Mana Mana shu shu qo'ydi. qo'yadimi? Ha. Ashi ham 85 plus. Xudo xolasa o'sha ham 85 plus. Ke, bunday qilaylik-da bila oldim. Ha. 85 plus oldi 90 ga qo'yib beraylik. Bo'ldi aka. Kelib metrlar bilan kelib o'lchab olaverasizlar, xudo xolasa. Dumbalar ochiq variantida. Sizlarga narxi ham yengil qo'yib beraman. Mana shu qo'ydi bitta ko'rsating kattaligi ishqiboz bo'ldim o'sha qo'ydi. Oho, obunachilar, mana shu qo'ydi ko'ring. Tavsiya beraman inshaalloh. Bo'ylari 90 plus ekan-da. Uzunligini ham ko'ring. Uzunligi ham bir tema, xudo xolasa. Biloldan anib tur. Videoni ko'p cho'zmaylik. Yengil narxlarni yengil qo'yib beramiz. Bundan keyinga egzakchidan bodingiz, xudo xolasa. Egzakchin tozalardi. Mana qo'ydi ko'ring. Toza variantidan, mashalloh. Obunachilar, bosaveradigan yeridan keldi mana. Sonlari 100 bosh yaqin ekan. Aloqa chiqarsizlar. Hamma partiyamizdan bor inshaalloh. Oq yuzli variantlardan qo'ydi ko'ring, tanax variantida. Hali seleksiyaga qo'yishyapti-yu, 1,5 ming, 2 ming qo'yishyapti. O'shani ham damini beradigan variantdan. Bila oldim, bular narxi nech pul bo'ladi? Yengil bo'ladigan qilib gapiraylik. Videoni cho'zmaylik. Aniqda yengil. 9 milliondan tortishmaydigan qilib yengilga aytdingiz. Bak baraka 9 million so'mdan bir joyga olaman degan obunachimizga ketaveradi. 3-partiyamizga o'tamiz obunachilar. Ah, 3-partiyamiz ham chiqdi mana. Havas qilganlar bitadan like urib turasizlar. Qulog'i uzun shalpon quloq varianti. Mo'jizani ko'ring. Meshetida yurakchasi bor ekan. Xudo xolasa, mashalloh. Havas qilgan. Qizil yurak tirs bosib turishi o'xshaydi. Qizil yurakka yurakchasidan chiqib qo'yibdilar, biloldim. 3-partiyamizga mana egzak variantida. Biloldim, bollari qanaqa buni? Mana qo'chqor aka. Mana qo'chqor. Toza qulog'ini ko'ring, shalpon quloq variantida. Sovli. Bitta qo'chqor, bitta sovli. Bitta qo'chqor, bitta sovli variantidan bo'ldi. Videoni cho'zmaylik, o'zi ozgina ekan biloldim. Buni bo'y basini nechiga beramiz onasini? Onasini bo'y basini 85 plusga olishaveradi. 85 plusga olishaveradi. Yosh o'yligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik obunachilarimizga. Mana yosh o'yligi 4 tishdan 6 tishga chiqaribdi. Xudo xolasa, bollari ham bir tema. Arashandi toza. Sharpay zotiga qarashlisidan olaman degan obunachilarimizga, bir sanayman degan obunachilarimizga yengil qo'yib berishadi inshaalloh. Biloldan narxi nech pul buni bo'ladigan qilib videoni cho'zmaylik. 15,5 ga beraman. Bitta gapiraman. Obunachilarimiz, bir sanayman deyishga obunachimizga 15 million so'mga Toshkentgacha dastlabki qilib berasan, babbar ekan. 15 millionga tortishmay olishadi. Babbar ekan, babbar ekan. Obunachilar 15 million so'mga tortishmay Toshkentgacha dastlabki ag'i kelishilgan holatda bo'ladi. Inshaalloh. Bollari ham bir tema narsa. Quloq uzun, shalpon quloq variantidan. Inshaalloh like urib turasizlar. Bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, sanalarimiz 18-iyul bo'ladi. Xo'p, bugun Cheslo kuniga shanba kun bo'ladi. Xudo xolasa videoyimiz abitda olingan. Video kamchiligi, xato kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz inshaalloh. Bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi.